Hammalarga xayrli kun. Tuzum sizlar charchamayapsizlar. Bizda ozgina kun bilan tul almashib qolgan, rejimimiz o'zgarib qolgan. No, nechida tursam ham har doim kollagenimni ichaman. O'tgan safar singlim ham so'rayapti. Rozovoy kollagen qo'yuvdingiz-ku, rozovoy qaysi deyapman. Endi har xil kollagen ichib ko'rganman, lekin eng zo'r hozirgi kunda trendga chiqayotgani mana bu kollagen. Endi menimcha ko'pchilik olib уже ichyapti. Rozovoy kollagen deyapti. Mana shu Yeva kompaniyasiniki, endi Zulayxodan topsanglar bo'ladi. Men yana shunga o'tdim. O'zi bir marta buni ichgan edim. Haqiqatdan zo'r foydasini sezganman. Keyin endi reklamaga deb boshqa kollagenlar kelganda men oldim, ichib ko'rdim. No, конечно, bunchalik effektini sezmaysizlar, chunki bu juda ham effekti zo'r kollagenlardan. Hozirgi kunda bu kompaniya zo'r rivojlanyapti, ko'pchilik biladi. Iliq suvga qilib olaman har doim.